Assalomu alaykum qarindoshlar. Men tövəndə mushu Wuhan'da tarqalgan shu o'pka yollig'iga oid mushu Angliyaninki Lancaster University degan universitetda mushu 23-yillar e'lon qilgan mushu kasalga oid eng yangi bir ilmiy maqolani sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Bu ilmiy maqolada mushu oldimizdagi o'tib ketgan shu bir necha hafta ichidagi kasalning tarqalish asosiga asosan bu kasallarning ya'ni shu yuqumli kasalliklarninki tarqalishda muhim bir sonliq ma'lumot bo'lgan ri nol qimmatini hisoblab chiqqan. Bu ri nol qimmati degan nima degan vaqtida shu viruslarninki qayta ko'payishiningki soni, ya'ni buni basic reproductive number deb ataymiz. Yani bunu nol degan number. Bu son hamda nimaga vakillik qildi degan vaqtida shu virus bilan tarqalgan virus sababin tarqalgan yuqumli kasalniki yuqumlishniki qanchalik ig'irligini o'lchaydigan son. Bu ri nol degan son agar nol bo'lgan vaqtida uning qimmati nol bo'lgan vaqtida bu virusninki insonlar orasida bunday kasal paydo qilib bunday o'zaro tarqamaydiganligidan, ya'ni hech qanday ig'ir ziyon keltirmaydiganligini bildirdi. Nima ri nol degan sonniki qimmati nol bo'lgan vaqtida agar ri nolniki qimmati nol bilan birning oraliqida bo'lgan vaqtida bu virus insonlar orasida kasal tarqatish ehtimoli bor, lekin uning oqibati bek ig'ir bo'lmaydi, bir mezgildan keyin o'zligidan ozlab ketadi degan ma'noni bildirdi. Agar ri nolniki qimmati birdan yuqori bo'lgan vaqtida bu virusdan kelib chiqqan kasallarninki insonlar orasida tez tarqaydiganligini bildirdi. Bu ri nolniki qimmati ya'ni birdan yuqori, qancha yuqori bo'lgan vaqtida, qancha cho'ng bo'lgan vaqtida bu kasalning yuqumlish tarqalish ahvolining qancha ig'ir bo'lganligini bildirdi. Endi bu Lancaster University'ninki yozgan maqolasida bu shu Wuhan'dan tarqalgan o'pka yollig'ininki ri nol qimmatini 3,6 bilan 4 oraliqida taxmin qilgan. Ya'ni o'rtacha 3,8 deb taxmin qilgan. Mushu bo'yicha hisoblagan vaqtida hozir shu Wuhan'da tarqalgan o'pka yollig'ininki aniq diagnoz qo'yish nisbati taxminan 5'te 1% ekan. Onun 95%'i tehi diagnoz qo'yilmadi deydi. Şuna ameliy sonninki mushu hozir hukumat statistika e'lon qilgan sondan taxminan 20 yuqoriligini taxmin qilmoqda bular qilibdi. Ya'ni montaj etgan vaqtida hozirgi ameliy sonninki 10 mingdan oshadiganligini, bu son mushu nimaga vargan vaqtida 2. ayning 4. kuniga vargan vaqtida 130 mingdan 270 ming oraliqida ko'paydiganligini taxmin qildi. Albatta boshqa o'rinlarniki bu Wuhan tarqalgan o'pka yollig'ininki ri nol qimmatiga bo'lgan nimasi qarashlarda farq bor. Ba'zilari 2 deb 2 atrofida bo'lishi mumkin deb taxmin qilayotganlar bor. Endi bu qimmat faqatla o'tib ketgan kasallik, burunqi kasallik ahvoliga asosan hisoblab chiqarib, bu son orqali kelgusida qanday tarqaydiganlarga oldin mo'ljalashga qo'llanilgan son, bu yerdan taxmin qilib chiqargan son haqiqiy shunday bo'ladi deganlik emas, lekin kam deganda bizga bir kelgusi shu bir hafta ichida qanday o'zgarish bo'ldiganligidan ozroq ma'lumot berdi. Endi uningki oxirida rost yolg'onligini shu 1-2 hafta ichida uqalaymiz. Hozirgi hamda nisbatan biraz bu kasalga nisbatan biraz ishonchlik degan sonliq ma'lumotlar shu hamda. Albatta nurg'unlarimiz shu ijtimoiy tarmoqlarda taralib yurgan
insonlarning o'lib ketayotgan yoki ko'chalarda jasadlarning turayotgan ahvolini ko'rib haqiqatdan andish qilamiz, o'zimizni bir xil vahima ostiga olamiz. Bu normal ish, lekin biz shuni bilishimiz kerakki, insonlarningki normal ko'payish nisbati bo'lganga o'xshash insonlarningki normal o'lish nisbatimi bor. Hozirgi mo'ljallar qarg'an vaqtida shu butun dunyoda kuniga 150 mingdan, ya'ni 200 ming orasida odamninki tabiiy o'ladiganligi ma'lum. Hamda Xitoy nupusi dunyo nupusining 20%ni egallaydi. Shu bo'yicha hisoblagan vaqtida Xitoydami insonlarning normal o'lish nisbati taxminan kuniga 30 ming bilan 40 ming orasida degan gap. Hamda Xubey o'lkasi, ya'ni Wuhan shahri joylashgan Xubey o'lkasiningki nupusi 80 million deb qaralgan. Bu nupus Xitoy nupusiningki 5-6 persentini egallaydi. Shunda bo'lgan vaqtida shu 5-6% degan vaqtida Xitoyda kuniga o'ladigan 30-40 ming odamningki nimasi kam deganda ashuniki 5-6%, ya'ni 1500 dan 2400 orasidagi odam Xubey o'lkasi, ya'ni 80 million nupus va o'lkada o'ladi degan gap cho'p bu yerda. Unda olganda Wuhan shahriniki nupusini shu butun Xitoy nupusining 1% ga yaqin keladi desakmi, u yerdami kam deganda bir 300 dak odam o'ladi degan gap kunda. Endi bu normal o'lish endi. Endi u yerda o'layotgan odamlarningki hammasiningki cho'qim bu kasaldan o'lgan bo'lishi notayin. Endi albatta hozir hukumat e'lon qilgan bu kasal sababidan o'lib ketgan odamlarning soni nihoyatda cheklik. Buning cho'qim ishonchli bo'lishi notayin, lekin doktorxonalarda o'lib ketayotgan kasalliklarning hammasiningki bu kasal sababidan o'lib ketgan bo'lishi notayin-chi. Chunki bu kasal tarqamaslik vaqtidami insonlar qiyirliq va har xil sabablar tufaylidan normalda o'lib ketadigan ahvol bo'ldi hamda. Lekin bu kasal tufaylidan doktorxonadagi sestra va boshqa xizmatchilar nihoyat aldirash bo'lganligi uchun normalda o'lib ketgan kasallarni vaqtida bartaraf qilishga vaqti yetmagan. Shu sababdan ham doktorxonalarning ichida jasadlar vaqtida bartaraf qilinmay turib qolgan ahvollar mavjudkan. Uni hamda bu tarqatganlar hamda hammasini mush kasal sababidan deb tarqatish orqali insonlar orasida biroz vahima paydo qiladigan ahvollarni yo'q emas degili bo'lmaydi. Shunga mening bu yerda ta'kidlamoqchi bo'lganim, insonlarningki tabiiy o'lishini unutilib qolmasligimiz kerak. Chunki hozir ham jamiyat taraqqiy qilib, doktorxonalar ko'paygan sari insonlar uyisida o'lib qoladigan ahvollar ozlab, ko'pinchalar doktorxonada o'lib qoldi. Shunga u doktorxonada bir jasadning bo'lishi normal ish. Shunga hozir tarayotgan xabarlarningki hammasiningki rost yoki o ishonchlik deb o'zimiz tahdid silishninki menimcha bak nimasi yo'q, zaruriyat yo'q. Ishonchlik manbalardan ma'lumot ilib bu kasallikni yomon oqibatidan qanday saqlanish to'g'risida o'zimizni qurollantirsak, vatandagi xalqimizniki texmi ko'p ziyon uchrashidan saqlansak, meningcha bu eng salmoqliq, eng yaxshi unum beradigan ish deb qarayman. Anglag'anlarga rahmat.